Fotir surasi Makka da nozil qilingan 45 oyatdan iborat. Fotir so'zi ilk bor yaratuvchi degan ma'noni bildiradi. Surada Allohning cheksiz ilmi va qudratiga dalolat qiluvchi aqliy dalillar, farishtalar, dunyo va oxirat, kufr va iymon, tajovuzkorlik va boshqalar to'g'risida ma'lumotlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Hamd osmonlar va yerning ilk bor yaratuvchisi hamda farishtalarni 2, 3, 4 qanotli elchilar qiluvchi Allohgadir. U yaratgan narsalarida nimani xohlasa, o'shani ziyoda qilur. Albatta, Alloh barcha narsaga qodirdir. Alloh odamlar uchun qaysi bir rahmatni ochib, ravona qilib qo'ysa, bas uni tutib qoluvchi bo'lmas va nimani tutib qolsa, bas undan so'ng uni bandalarga yuboruvchi bo'lmas. U aziz va hakimdir. Ey insonlar, sizlarga ato etgan Allohning ne'matini eslangiz. Sizlarga osmon va zamindan rizq beradigan Allohdan o'zga yaratuvchi bormi? Undan o'zga iloh yo'q. Bas to'g'ri yo'ldan qayoqqa burilib ketmoqdasiz? Ey Muhammad, agar mushriklar sizni inkor etsalar, bas bilingki, sizdan avvalgi payg'ambarlar ham inkor etilgandirlar. Barcha ishlar albatta Allohga qaytarilur. Ey insonlar, albatta Allohning va'dasi haqdir. Bas sizlarni dunyo hayoti sira aldab qo'ymasin, yana sizlarni aldamchi shayton aldab qo'ymasin. Albatta shayton sizlarga dushmandir. Bas uni dushman tutingiz. U o'z firqasini, o'ziga ergashganlarni do'zax ahli bo'lishga da'vat qilur. Kofir bo'lgan kimsalar uchun oxiratda qattiq azob bordir. Iymon keltirgan va solih amallarni qilganlar uchun esa mag'firat va katta mukofot bordir. Axir qilgan yomon ishi o'ziga chiroyli ko'rsatilib, uni go'zal ish deb o'ylagan kimsa hidoyat topgan zot kabi bo'larmidi? Zotan Alloh o'zi xohlagan kimsalarni yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Bas, ey Muhammad, ularga hasratlar chekib joningiz chiqib ketmasin. Albatta Alloh ularning qilayotgan sir sinoatlarini biluvchidir. Alloh shamollarni yuborib, bulutni qo'zg'atgach, biz uni o'lik shaharga haydab, u bilan o'lgan yerni tiriltirdik. Qiyomatda qayta tirilish ham shu tarzdadir. Kimki qudratni istaydigan bo'lsa, bas barcha qudrat Allohnikidir. Har bir yoqimli so'z uning huzuri sari chiqur. Solih amalni esa Alloh o'z dargohiga ko'tarur. Yomonliklar bilan makr qiladiganlar uchun qattiq azob bordir
va ularning makrlari ham halok bo'lur, behuda ketur. Alloh sizlarni odamni tuproqdan, so'ngra uning naslini nutfadan yaratib, keyin sizlarni juft erkak ayol qilib qo'ydi. Har bir ayolning homilador bo'lishi va ko'zi yorishi faqat uning ilmi bilan bo'lur. Biror uzoq umr ko'ruvchining umri uzaytirilgan bo'lsa yoki umridan kamaytirilgan bo'lsa, albatta u kitobda lavhul mahfuzda bitilgan bo'lur. Albatta bu Allohga osondir. Ikki dengiz suvi teng bo'lmas. Bunisi chuchuk, totli va yutumli. Unisi esa sho'r, nordondir. Sizlar u ikkisining har biridan yangi go'sht, baliq yeysiz va taqadigan zeb ziynat chiqarib olursizlar. Allohning fazlidan, rizqidan istashingiz uchun suvni yorib ketayotgan kemalarni ko'rasiz. Shoyat shunday ne'matlari uchun Allohga shukr qilsangiz. Alloh kechani kunduzga kiritur va kunduzni kechaga kiritur. U quyosh va oyni ham sizlar uchun bo'yin sundirib qo'ygandir. Har biri muayyan muddatgacha sayrda bo'lur. Ana shu sizlarning Rabbingiz Allohdir. Podshohlik ham faqat unikidir. Ey mushriklar, sizlar uni qo'yib iltijo qilayotgan narsa, soxta ma'budalaringiz esa xurmo danagining pardasicha narsaga ham ega emasdir. Agar sizlar ularni chorlasangiz, chaqiriqlaringizni eshitmaslar. Eshitganlarida ham sizlarga javob qila olmaslar va qiyomat kunida shirklaringizni inkor qilurlar. Ey Muhammad, sizga xabardor zotdek, Allohdek hech kim xabar bera olmas. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsiz. Alloh esa albatta g'ani, behojat va hamid, hamdga loyiq zotdir. Agar u xohlasa, sizlarni yer yuzidan ketkazib, o'rningizga yangi bir xalqni keltirur. Bu ish Allohga qiyin emasdir. Qiyomat kunida hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga insonning yukini, gunohini ko'tarmas. Agar og'ir gunoh egasi o'z yukiga, gunohini ko'tarishga chorlansa, garchi chorlanuvchi qarindoshi bo'lsa-da, u gunohdan biror narsa yuklatilmas. Ey Muhammad, siz faqat Parvardigorlaridan g'oyibona qo'rqadigan va namozni barkamol ado etadigan zotlarnigina ogohlantira olursiz. Kimki gunohdan poklansa, u faqat o'zi uchun poklangan bo'lur. Qaytish faqat Alloh huzurigadir. Ko'r bilan ko'ruvchi barobar bo'lmas. Zulmatlar bilan nur ham, soya bilan jazirama ham barobar bo'lmas. Tiriklar, mo'minlar bilan o'liklar, kofirlar ham barobar bo'lmas. Albatta, Alloh o'zi xohlagan kishilarga eshittirur. Ey Muhammad, siz qabrlardagi kimsalarga
qalbi o'liklarga gapingizni eshitira oluvchi emasdirsiz. Siz faqat ogohlantiruvchidirsiz. Albatta, biz sizni haq din bilan xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik. Har bir ummat ichida ham albatta bir ogohlantiruvchi payg'ambar o'tgandir. Agar mushriklar sizni inkor etsalar, bas bilingki, ulardan avvalgilar ham payg'ambarlarni inkor etganlar. Holbuki payg'ambarlari ularga aniq mo'jizalar, ilohiy sahifalar va nurafshon kitob keltirgan edilar. So'ngra kofir bo'lganlarni kufrlari sababli ushladim, jazoladim. Bas mening inkorim, azobim qanday bo'ldi? Alloh osmondan suv, yomg'ir, qor yog'dirib, u bilan ranglari turli bo'lgan mevalarni chiqarganini ko'rmadingizmi? Yana tog'larning oq, qizil, rang-barang yo'llisi ham, tim qorasi ham bordir. Shuningdek, odamlar, jonivorlar va chorva hayvonlari orasida ham har xil ranglilari bordir. Bandalari orasida Allohdan ulamolargina qo'rqarlar. Haqiqatan Alloh qudratli va mag'firatlidir. Allohning kitobini tilovat qiladigan, namozni barkamol ado etadigan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora ehson qiladigan zotlar sira kasod bo'lmaydigan tijoratdan, ajru savob bo'lishidan umidvordirlar. Zero Alloh ularning ajrlarini komil qilib berur va o'z fazlini ularga yanada ziyoda qilur. Albatta, u mag'firatli va o'ta shukr qiluvchidir. Ey Muhammad, biz sizga vahiy qilgan kitob Qur'on o'zidan avvalgi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi haqiqat kitobdir. Albatta, Alloh o'z bandalaridan ogoh va ishlarini ko'rib turuvchidir. So'ngra biz bu kitobga bandalarimizdan o'zimiz tanlagan kishilarni, ummatingizni voris qildik. Bas ularning orasida unga amal qilmay, o'z joniga gunoh qilib jabr qiluvchi ham bor. Ularning orasida o'rtacha amal qiluvchi ham bor va ularning orasida Allohning izni bilan mudom yaxshiliklarda o'zib ketuvchi ham bordir. Ana o'sha Qur'onga voris bo'lish yoki tanlanish yoxud o'zish katta fazldir. Ular mangu yashaydigan jannatlarga kirurlar va oltin bilaguzuklar va marjonlar bilan bezangan bo'lurlar. U joyda ularning liboslari harir, ipak bo'lur. Jannatga kirgan chog'larida deydilar: bizlardan qayg'uni ketkazgan zot Allohga hamd aytamiz. Dar haqiqat Rabbimiz mag'firatli va shukr sohibidir. U o'z fazli bilan bizlarni shunday mangu turadigan diyorga tushirdiki, u joyda bizlarga na mashaqqat yetar va u joyda bizga na charchoq yetar. Kofir bo'lgan kimsalarga esa shunday jahannam o'ti bordirki,
na ularga hukm qilinib o'la olurlar va na ulardan jahannam azobi yengillatilur. Har bir kofirni mana shunday jazolarmiz. Ular u joyda Parvardigoro, bizlarni azobdan chiqargin, bizlar qilib o'tgan amallarimizdan boshqacha yaxshi amallarni qilaylik deb faryod qilurlar. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi uchun eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Bas, endi jazolaringizni totaveringiz. Zolimlar, kofirlar uchun yordamchi bo'lmas. Albatta, Alloh osmonlar va yerning g'aybini, sirlarini biluvchidir. Haqiqatan u dillardagi bor narsani ham aniq biluvchidir. U sizlarni yerda xalifa qilib qo'ygan zotdir. Bas, kim kofir bo'lsa, uning kufri faqat o'zining zarariga bo'lur. Kofir bo'lgan kimsalarning kufri ularga Parvardigor huzurida faqat g'azabnigina ziyoda qilur. Kofir bo'lgan kimsalarning kufri ularga faqat ziyonnigina ziyoda qilur. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, xabar beringizchi, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan ma'budalaringiz yerdagi biror narsani yaratganmi yoki ularning osmonlarni yaratishda sherikligi bormi? Yoxud biz ularga biror kitob ato etdikmiki, ular undan hujjatlarni topsalar? Menga shularni ko'rsatingiz. Yo'q. Zolimlar bir-biriga faqat aldovni va'da qilurlar. Albatta, Alloh osmonlar va yerni zavol topishlaridan saqlab turar. Agar zavolga yuz tutsalar, u zotdan so'ng hech kim ularni saqlay olmas. Dar haqiqat, u Halim va mag'firatli zotdir. Makka kofirlari agar ularga biror ogohlantiruvchi payg'ambar kelsa, albatta unga ergashib har qanday ummatlardan ham hidoyat topuvchiroq bo'lishlari haqida jon jahdlari bilan qasam ichgandilar. Bas, ularga ogohlantiruvchi payg'ambar kelgach, bu ularni yanada hidoyatdan uzoqlashtirdi. Yerda mutakabbirlik qilgan va payg'ambarga qarshi yomon makr qilgan hollarida shunday bo'ldi. Yomon makr esa faqat o'z egalarini o'rab olur, halok qilur. Bas, ular faqat avvalgilarning yo'llariga, jazolariga ko'z tutmoqdalar. Bas, Allohning sunnatiga, olam uchun joriy qilgan qonuniga sira o'zgartirish topmassiz va Allohning sunnatiga sira almashtirish ham topmassiz. Axir ular yerda sayr qilib o'zlaridan oldingi dinsizlarning oqibati qanday bo'lganini ko'rmaydilarmi? Holbuki ular bulardan, Makka mushriklaridan ko'ra quvvatliroq edilar. Na osmonlarda va na yerda Allohni ojiz qoldiruvchi narsa yo'qdir. Zotan u bilim va qudrat egasidir. Agar Alloh odamlarni ular qilgan gunohlari bilan jazolasa edi,
yer ustida biror jonivorni qo'ymagan bo'lur edi. Lekin u ularni jazolashni belgilangan muddatgacha, qiyomat kunigacha kechiktirur. Bas o'sha muddat kelgach esa ogoh bo'lingizki, albatta Alloh bandalarini ko'rib turuvchi zotdir.